Bugun iftorlikka mazali ovqat tayyorlagimiz keldi. Nima qilsak ekan deb qarab o'tirsak, YouTube'da mantilarni ko'rib, ishtahalarimiz ochilib ketdi. Qani tura qolchi, o'ng qo'llarimizni o'ynatib bir mazali manti qilaylik deb tayyorgarlik ko'rishni boshladik. Qasqonimiz yo'q deb bahona qilish bizga xos emas. Video oxirida qanday qilib manti pishirganimizni ko'rib olasiz. Fotima Zuhraning bo'lajak turmush o'rtog'iga bizning ham havasimiz keladi. Chunki ular hayotda eng katta lotereyani yutmagan bo'lishadi. Nimaga deysizmi? Bizga o'xshaydigan hamma narsa qo'ldan keladigan uddabiron qizlarni qayerdan topasiz? Siz ham qo'shilasizmi? Ha, bu hammasi kamtarona hazil edi. Miss Twins odatda videoda kim ozochka qiladi deb ko'p so'raysizlar. Hamma ishni birga qilganimizdek, ovoz berishni ham Fotima Zuhra birga qilishadi. Padli va nachinka xamirni tayyorlab olib, chiroyli qilib mantilarni tugishni boshladik. Nima, Fotima Zuhraning kasbi oshpazlik deb o'yladinglarmi? Yo'q, hozirda Koreyada IT va biznes sohasida magistraturada tahsil olib kelyapmiz. Inshaalloh keyingi yil fevral oyida qo'limizga diplom olamiz. Koreyaga kelganimizga ham 7 yil bo'libdi. Vaqt tez o'tishini qaranglar. Bu yilgi maqsadlarimiz juda ham katta. Instagramda inshaalloh sizlar bilan bo'lishib boramiz. Bizni kuzatishda davom ettiring. Tugilgan mittivoylarni qozonga terib 40 minutga dimlab qo'ydik. Voy hidlaridan. Siz ham bizning qo'limizdan ovqat yeyishni xohlarmidingiz? Oshpazlik mahoratimizga baho berib qo'ying.